O'zbekistondanman. Mana bu yerda Forte klinikasida pechini jigarlarni ochirdik. Yaxshi. Mana sotish ko'miri bilan через internet tanishib qolib, joylashdim, analizlarni jo'natdim. Bu yerda ko'rib chiqib, hamma taklifnoma jo'natib, aeroportda o'zi kutib olib, analizlarni topshirib, bir 20 kun bo'ldi, operatsiya bo'lib chiqdim, normalmi. Bugun gazetasiga ketyapti. Xizmatlaridan mamnunman. Sidqi bilan qaradi. Qaysi kasalxonada sizga operatsiya bo'lgan aka? Forte klinikasida operatsiya qildim. Hammasi yaxshimi? Normalmi. Necha kun chiqdi kasalxonada operatsiyadan keyin? Operatsiyadan keyin nima? Taxminan сколько dnей? Bu yerda 20 kun ichida Donor qayerda? donor o'zi ketgan, dam olyapti.